Hammani og'zidan tushmagan, shuv-shuvlarga sabab bo'lgan fayzli xonadonni sotuvga qo'yapmiz. Assalomu alaykum. Qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Videoga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bitta fayzli xonadonda obzorini sizga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Qarang, uyimiz juda ham chiroyli, juda ham fayzli holatda. Manzil qattadagi insonlarga manzil Farg'ona shahar, Bahor zapravkasi nomeradin choyxona yaqinida 8 sotiq 8 xona uy bor. Pishig'ish, xomg'ish aralash qurilgan. Plitalar bosilgan, plus podvallari, ochiq ayvonlari bor. Yerlari bruchatka qilingan ushbu fayzli xonadon zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Uyimizni shundoqqina oldida yana 4 sotiqli joyi ham bor ekan. Bemalol bu joyda ham olishlaringiz mumkin ekan. Uyimizning narxini 125 ming dollar baho so'ralyapti uy egalari tomonidan. Dachani narxi 15 ming dollar baho so'ralyapti. Uyda ro'parasida 4 sotiqli joyda narxi. Kadastr hujjatlarini notariusga tayyor. Uyimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'stlar tepadagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan uy egalaridan maklersiz, dallolsiz ushbu xonadonda xarid qilishlaring mumkin. Bu uyimiz orqa tomoni bemalol molxona, qo'yxona hisoblanadi. Bu tomonda letniy oshxonamiz ham bor ekan. Ketdik sizlar bilan birgalikda uyimizga chiroyli sayohat qilamiz. Uyimizga necha baho qo'ygan bo'lardilaring? Izohlarda yozib ketinglar. Sababi do'stlar, uyimiz puliga 100% bas 1000% arziydi. Uyimiz juda ham chiroyli. Eng asosiysi bemalol 2 ta, 3 ta xo'jalik yashasa bo'ladi. 2 tadan ochiq ayvonlari, plus podvallari bor. Uyimiz 100% isitish va sovutish tizimlariga ega. Xullas kalom bir so'z bilan aytganda, bu xonadonda yashab bersalaring bo'lgani do'stlar. Endi sizlar bilan birgalikda xonalarni ketma-ketligini ko'zdan kechiramiz do'stlar. Xo'p, kirganimizda kichkinagina hojatxonasi, bu tomonda sanuzel qismi, mana ko'rishlaringiz mumkin, kachollari bor, vannalar o'rnatib qo'yilgan. Bu uyda 2 tadan sanuzel hojatxonasi bor do'stlar. Keyingi xonalarga o'tamiz. Keyingi xonalarimiz u tomonda joylashgan. Eshik romlari akif ekan. Kirganimizda kattagina mehmonxonaga ko'zimiz tushadi. Devorlar abo'y qilingan, taylari taxtapol bo'lgan. Xullas kalom bir so'z bilan aytganda juda ham chiroyli. Ichkarida o'zini kattalar yotoqxonasiga ega. Jihozsiz sotiladi do'stlar. Uyimiz ba'zi bir jihozlari qolishi mumkin ekan. Bemalol uy egalari bilan savdolashib, gaplashsalaring bo'ladi. Maktablar, bog'chalar yaqin joyda joylashgan. Ko'ksaroy to'yxonasiga yaqin. Undan tashqari shundoqina Kalsivoyda bo'yida joylashgan. Xullas kalom, ketdik. Sizlar bilan birgalikda endi podval qismini ko'zdan kechiramiz. Yaxlit bitta podval bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Plitalar bosib qo'yilgan, kattagina, kengina podval. Xohishga qarab bu joyda ham keyinchalik xona qilib olsangiz bo'laveradi. Bonka shunga o'xshagan narsalar shu joyga kirib ketadi do'stlar. Bu yerdan chiqamiz, keyingi xonalarga o'tamiz. Keyingi asosiy uylarimiz bu tomonda. Darvozaxonaga ham naqd 2 ta emas, 3 ta mashina ham sig'arkan do'stlar. Bu tomonda ochiq ayvonimiz bor, kattagina, keyingina, ayniqsa yozgi kunida mazza qilib oila bilan birgalikda dam olib o'tirsa bo'ladigan joy. Ikkinchi mehmonxona juda ham katta, juda ham keng, holati zo'r, devorlar abo'y qilingan, patologlar gipsokardon, taylari taxtapol qilingan. Keyingi ikkinchi sanuzelga o'tamiz. Bu tomonda bitta razivalka xonasi bilan ichkarida o'zini sanuzel qismi bor, hojatxonasi bilan birga devorlar, yerlar 100% kafil qilingan, rakvina, unitaz, vannalarimiz bor. Keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonani xohishga qarab, kattalar yotoqxonasi yoki-da bolalar xonasi yoki oilaviy zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkita derazasi shundoqqina ko'cha tomonga qarab turibdi. Hudud zo'r, lokatsiyasi zo'r. Barchamizga shunaqangi fayzli chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Ichkarida yana alohida bitta kattalar uchun yotoqxona bor. Bitta derazasi shundoqqina ko'cha tomonga qarab turibdi. Ichki eshiklari taxtadan qilingan ekan do'stlar. Qale, uy sizga ma'qul kelyaptimi? Ma'qul kelayotgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib ketishni unutmang. Keyingi xonalarga o'tamiz. Keyingi xona bu tomonda joylashgan. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Xohishingizga qarab bolalar xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bitta derazasi shundoqqina ko'cha tomonga qarab turibdi. Uy juda ham chiroyli, juda ham fayzli holatda. Oxirgi joyimiz qoldi. Oxirgi joyimiz bu uyimizning eng shirin joylaridan bittasi, oshxona qismi, o'zini oilaviy zonasiga ega. Shu xonani ham sizlar bilan birgalikda ko'zdan kechiraylik. Mana oshxonani ham ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, juda ham fayzli holatda. Eng asosiysi, kennoyalarimizga shunaqangi oshxonalar yoqadi degan umiddaman. Manzil Farg'ona shahar, Bahor zapravkasi, nomeradin choyxona. Shundoqqina Kalsivoyga yaqin joyda 8 sotiq, 8 xonali hovli uyimiz sotuvga chiqyapti. Narxi 125 ming. Kimgadir qiziq bo'lsa, tepada uy egalari telefon raqamlari turibdi. Sizlar bilan Sergey Pazbek bo'ldim. Keyingi yangi videogacha xayr.